Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, o'zbek futboliga ixlosmand bo'lgan barchaga biz eng tezkor yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Mabodo kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosgan holda obuna bo'ling va eng qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Tez orada yangi futbol mavsumi boshlanadi. Joriy mavsum birinchi liga jamoalari uchun katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Super ligadagi turli o'zgarishlar sabab bu yil Pro ligada ham sezilarli yangiliklar kutilmoqda. Ayni paytda PFL birinchi ligadagi bir necha jamoalarga PFL talablariga mos hujjatlarni taqdim etdi. Agar ushbu jamoalar belgilangan talabni to'liq bajara olishsa, ular yangi mavsumdan boshlab Pro liga musobaqalarida ishtirok etish huquqiga ega bo'lishadi. Ayni paytda bir necha jamoalar PFL talablarini bajarishga muvaffaq bo'lishdi. Keling ular haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. PFL talablarini birinchi bo'lib bajargan jamoa Qarshi davlat universitetining Lochin jamoasi bo'ldi. Bu jamoa ko'plab futbol muxlislari xotirasida qolgan jamoalardan biri hisoblanadi. O'tgan mavsum O'zbekiston Kubogi bahslarida Lochin haqiqiy sensatsiya qayd etgandi. Qarshiliklar Kubokni B guruhdan joy olishgan bo'lib, ushbu guruhda Andijon, Surxon hamda Dinamo jamoalari ham bor edi. Lochin jamoasi birinchi turda Dinamoga qarshi 3-1 hisobda mag'lub bo'lgan bo'lsa-da, ikkinchi turda O'zbekiston Kubogining amaldagi chempioni Andijonni o'z maydonida 2-1 hisobda mag'lub etib, katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Shuningdek, 3-turda Surxon jamoasini 3-1 hisobda mag'lub etib, B guruhida ikkinchi o'rinni egalladi va keyingi bosqichga yo'l oldi. O'zbekiston Kubogining 1-8 final bosqichida esa yana Dinamoga qarshi maydonga tushdi. Biroq bu safar 5-0 hisobdagi yirik mag'lubiyatga uchrab, Kubokdagi yurishini yakunladi. Shunga qaramay Lochin jamoasining o'sha mavsumdagi ishtiroki o'zbek futbolida eng esda qolarli sensatsiyalardan biri sifatida e'tirof etildi. Yana bir Pro liga talablarini bajargan jamoa Kattaqo'rg'on futbol klubi hisoblanadi. Klub 2 yil avval hududiy 2-ligada muvaffaqiyatli ishtirok etgan bo'lsa, o'tgan mavsum 1-ligada yarim final bosqichiga qadar yetib keldi. Shuningdek, musobaqa davomida Kattaqo'rg'on jamoasining o'zini jangovar o'yini va tartibli tarkibi bilan futbol muxlislarida iliq taassurot qoldirdi. Dekabr oyidan boshlab Kattaqo'rg'on Pro liga talablari bo'yicha faol ish olib bordi. Liga tomonidan belgilangan bir qator talablar mavjud bo'lib, klub o'tgan vaqt mobaynida ularni bosqichma-bosqich bajardi. Natijada 23-yanvar kuni barcha hujjatlar to'liq rasmiylashtirilib, jamoa Pro ligada ishtirok etish uchun rasman tayyorligini tasdiqladi. 2025-yil mavsumda Pro ligada o'tkazgan Jayxun futbol klubi musobaqadagi ishtirokini kelgusi mavsumda ham davom ettiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi Jayxun klubining kelgusi taqdiri masalasini muhokamaga qo'yib, bu borada aniq reja ishlab chiqish bo'yicha Qoraqalpog'iston futbol assotsiatsiyasiga topshiriq bergan edi. Assotsiatsiya yakunida Qoraqalpoq davlat universiteti bilan muzokara olib bordi va Jayxun futbol klubi faoliyatini universitet negizida davom ettirish bo'yicha kelishuvga erishdi. Endilikda klub yangi tuzilma asosida faoliyat yuritib, Pro ligada barqaror ishtirok etishi kutilmoqda. Hozirda yuqorida tilga olingan jamoalar Pro ligada ishtirok etish uchun barcha zarur hujjatlarni to'liq rasmiylashtirib bo'lishgan. Ayni paytda qolgan jamoalar ham hujjatlarni belgilangan tartibda tayyorlab, rasmiylashtirish jarayonini yakunlashlari kutilmoqda. Shuni ham eslatib o'tish joizki, ushbu jamoalardan tashqari Pro ligada o'tgan mavsum Super ligadan quyi ligaga tushib qolgan Sho'rtan jamoasi, shuningdek Super ligaga o'tish o'yinlarida ishtirok etgan Aral klubi ham maydonga tushadi. Bundan tashqari, yoshlar bilan ishtirok etayotgan Olimpik Mobius hamda Farg'ona viloyati vakili Fardu jamoalarini ham yangi mavsumda Pro ligada qatnashadi. Umuman olganda, joriy mavsum Pro liga uchun nihoyatda qiziqarli va raqobatga boy bo'lishi kutilmoqda. Jamoalarning sonining ko'payishi, tarkiblarning yangilanishi va yangi nomlarning paydo bo'lishi musobaqa saviyasini yanada oshirib, o'zbek futbol rivojiga xizmat qilishi shubhasiz. Qadrli do'stlar, albatta videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib keting. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Hozirda bizda mana shular eng tezkor va qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston.